mukashafatul qulub. Allohga itoat, Allohni va Rasulni yaxshi ko'rish. Alloh taolo buyuradi: Ayting, ey Muhammad, agar Allohni sevsangiz, menga ergashingiz, shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat etadi. Alloh kechiruvchi va rahimlidir. Ayting, Alloh va payg'ambariga itoat etdingiz. Agar yuz o'girsalar, Alloh shubhasiz kofirlarni sevmas. Oli Imron 31-32. Allohni va Rasulni yaxshi ko'rish ularga itoat etish va amrlariga ergashish demakdir. Allohning o'z bandasini sevishi esa unga noz-ne'matlar ato etishi, siylashi va uni afv etishi demakdir. Aytiladilarki, banda haqiqiy komillik yolg'iz Allohga oid ekanini o'zida yoki boshqalarda ko'rinadigan komillik esa yolg'iz Allohdan ekanini idrok etishi. Allohni yaxshi ko'rishi bilan bandasining bu tarzdagi idroki uni Allohga yaqinlashtiruvchi omillarni qilishiga undaydi. Bishr Hafiy bunday hikoya qiladi: Bir kun tushimda payg'ambarimizni ko'rdim. Mendan Alloh seni qaysi xislatlaring tufayli do'stlaring orasida balandroq qo'yadi, bilasanmi, deb so'radilar. Men yo'q deb javob berganimda, u zot bunday dedilar: solih kishilarga xizmat qilishing, musulmon birodarlaringga nasihat berishing, mo'minlarni va mening sunnatimga ergashishlaringni yaxshi ko'rishing va mening go'zal xulqimga ega bo'lishing tufayli. Shuning uchun ham Rasululloh bir hadislarida bunday buyurdilar: kim mening xulqimni ihyo etsa, takrorlasa, tiklasa, meni yaxshi ko'rishi shudir. Kim meni yaxshi ko'rsa, qiyomat kuni jannatda men bilan birgadir. Yana payg'ambarimizdan bizgacha yetib kelgan xabarlarda ham bunday buyurilgan: insonlarning axloqi buzilganda va mazhab ixtiloflari avjiga chiqqanda Alloh Rasulining go'zal axloqini namoyon qilgan odamga 100 shahidning savobi beriladi. Bir kuni payg'ambarimiz bunday dedilar: ummatimning hammasi jannatga kiradi, faqat qochoqlar kirmaydi. Qochoqlar kim? deb so'radim. Menga itoat etganlar jannatga kiradi, isyon qilganlar esa qochoqdir. Mening sunnatim va axloqimga mos tushmaydigan har bir amal gunohlardir. Dedilarki, siz bir odamni ko'rsatsangiz, u odam ko'kda uchsa yo suv ustida yursa yoxud olov esa, ey shunga o'xshab ba'zi ishlarni qilsa, lekin Allohning farz qilganlarini ado etmasa va payg'ambarning go'zal axloqiga ergashmasa, bilingizki, u kimsa yolg'onchi va nayrangbozdir. Ulug'larimizdan biri Junayd Bag'dodiy: Allohning lutf va marhamati bo'lmasdan bir kimsa unga etisholmas. Allohni etishning yo'li u zotning Rasuli Muhammad alayhissalom ergashishdir, dedi. Ahmad Haboriy rahimahulloh payg'ambarning sunnatiga nomuvofiq har bir amal botildir, dedi. Shuning uchun Rasulullohning bir hadislarida ham bunday deyilgan:
Kim mening go'zal axloqimga ergashsa, unga shafoatim haromdir. Kim mening go'zal axloqimga ergashmasa, unga shafoatim haromdir. Fuzayl ibn Iyos: agar senga Allohni yaxshi ko'rasanmi desalar, sukut qil, chunki yaxshi ko'rmayman desang, iymondan chiqasan. Yaxshi ko'raman desang, balki keragicha yaxshi ko'rganlar kabi yaxshi ko'ra olmaysan. Keragicha yaxshi ko'ra olmaganing holda yaxshi ko'raman deb Allohning g'azabiga duchor bo'lishdan saqlan, dedi Sufyon Savriy. G'azabiga duchor bo'lishdan saqlan, dedi Sufyon Savriy. Allohning muhabbati bor biron kimsani sevgan odam Allohni yaxshi ko'radi. Allohga itoatli kimsani siylagan odam Allohni izzat ikrom qilayotgan bo'ladi, dedi Sahl ibn Abdulloh Tustariy. Alloh sevgisining alomati Qur'on sevgisidir. Qur'on sevgisining alomati payg'ambar sevgisidir. Payg'ambar sevgisining alomati u zotning sunnatiga va go'zal axloqiga ergashishdir. Sunnatga tobe bo'lishning alomati oxirat hayotini unutmaslikdir. Oxirat hayotini unutmaslik alomati dunyoga hirs qo'yish, harom va g'ayri mushriq daromad yig'ishdan qochishdir, dedi Abul Hasan Zanjoniy. Ibodatning asosi 3 ustunga egadir: ko'z, qalb, til. Ko'z borliqlar qarab ibrat olish uchundir. Qalb tafakkur qilish uchundir. Til to'g'ri so'z aytish va Allohni zikr etish uchundir, dedi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilingiz va ertayu kech unga tasbih aytingiz. Ahzob 41-42. Mo'min kishi doimo pok va tahoratli bo'lishi kerak. Tahorat buzilganida yangidan tahorat olishi va 2 rakat namoz o'qishi kerak. Har majlisda imkon darajasida qiblaga qarab o'tirishga harakat qilishi lozim. Har vaqt payg'ambarlarimizning huzuridaman deb o'ylashi kerakki, amallarida uning sunnatiga zid holat chiqib qolmasin. Musibatlarga duchor bo'lganda chidashi va sabr qilishi lozim. Gunohkorlarga va payg'ambarlarimizning yo'lida chiqqanlarga mag'firat tilab duolar qilishi darkor. O'zi g'ururlanmasligi va hech qachon kibrlanmasligi lozim. Chunki kibr shaytonning amalidir. Kamtarin bo'lish va nafsini har vaqt past tutishi kerak. Alloh yo'lida bo'lganlarga ta'zim va ehtirom ko'zi ila boqmog'i lozim. Kim Alloh yo'lidagilarga ehtirom ko'zi bilan boqmasa, Alloh ularning suhbatini va u kishiga harom qiladi. Kimki ibodatning ulug'ligini bilmasa, Alloh uning qalbidan ibodat zavqini oladi. Fuzayl ibn Iyosga kishi qachon solih bo'ladi deb savol berishganda bunday javob qaytaradi: qalbida qo'rquv, tilida to'g'rilik, a'zosida yaxshi amal va niyatida nasihat bo'lganda solihlardan biri bir jamoaga uchraydi. Qarasa, zamonning mashhur tabiblaridan biri xastaliklar va dorilardan bahs etayotgan ekan. Tabibidan so'rashdi: ey tanlarga shifo beruvchi tabib,
qalblarga ham shifo bera olasizmi? Tabib: ha, dardingni ayt, davosini aytib beray, dedi u odam. Gunohlardan qalbim qoraydi, qalbimni qayg'u bosdi, dedi tabib. Uning dorisi Allohga ibodat va itoatdir. Kecha kunduz Alloh yo'lida bo'lish va gunohlardan tavba qilishdir. Shifo Allohdandir, dedi. Tabibning bu so'zlarini eshitgan solih odam bir oh tortdi va yig'lab chiqib ketarkan dedi: to'g'ri aytdingiz, ey tabib, siz qalbimning dorisini to'g'ri aytdingiz. Iblis. Mukoshafotul Qulub. Iblis Alloh taolo deydi: ayting, Alloh va payg'ambariga itoat etingiz. Agar yuz o'girsalar, Alloh shubhasiz kofirlarni sevmas. Oli Imron 32. Alloh iymonsizlarni sevmas, deganlarni afv etmas, tavbalarni qabul qilmas, degandir. Shuning uchun ham kufri va kibri sababli Iblisni afv etmagan va tavbasini qabul qilmagan. Holbuki odam atoni afv etib, tavbasini qabul qildi. Chunki odam alayhissalom o'z nafsining aybdorligini tan olgan va afsus nadomatlar qilib nafsini koyigan edi. Odam atoning qilgan gunohi aslida u qadar katta bo'lmas, kam, chunki payg'ambarlar gunohlardan va poklangandirlar. To'g'ri aqidaga ko'ra ular payg'ambarlikdan oldin ham keyin ham gunoh qilmaydilar, faqat zohiran gunoh qilganlar holatdadirlar. Shuning uchun momo Havo bilan birgalikda bunday dedilar: ey Robbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar bizni kechirmasang va bizga rahm qilmasang, biz albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolurmiz. A'rof 23. Odam ato qilmishidan pushaymon bo'ldi. Qat'iyan tavba qilib, Rabbidan afv etishini tiladi. Allohning rahmatidan aslo umid uzmadi. Shuning uchun ham Rabbimiz buyurdi: ey Muhammad, o'z jonlariga gunoh bilan zulm qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zi mag'firatli va rahimlidir. Zumar 53. Holbuki Iblis o'zining aybdorligini tan olmadi, qilgan ishiga afsuslanmadi va nafsiga tanbeh bermadi. Tezda tavba qilib, Allohning afvini so'rash yo'liga yurmadi. Allohning rahmatidan umidini uzib, kibr havoga berildi. Kimki iblisday amal qilsa, tavbasi qabul etilmaydi. Kimki odam atoyi ish tutsa, Alloh tavbasini qabul qiladi. Chunki nafsning xoyu havasidan yuziga kelgan gunohning afv etilishini umid qilsa bo'ladi. Kibr va manmanlikdan kelib chiqqan gunohning esa afv etilishidan umid yo'q. Odam atoning gunohi nafsining istagi bois yuz bergandi. Iblisning gunohi esa kibr va manmanlikdir. Bir kuni Iblis Musoga alayhissalom kelib dedi: